Assalomu alaykum Metal Mart obunachilari. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahriga yetib kelganmiz. Bu videomiz restoran, kafe bilan shug'ullanadigan akalarimizga juda ham foydali. Bu Nukus shahrida Anna restoraniga Metal Mart kompaniyamiz tomonidan hozir qilib bergan ishlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Qani ketdik. Bu to'yxonamizga noodatiy perillalarni uстановка qilganmiz. Yaqinroq olib kelasiz. Mana bu yerda lazer yordamida kesib perillalarni o'rtasiga o'rnatib berganmiz. Ustki qismi tekstolit bo'lgan. Undan tashqari hozir yuqoriga chiqamiz. Ko'rsataman qilgan ishlarimizni. Bu perillalarimizni bo'yini balandroq qilganmiz. Kelgan mehmonlarimizni xavfsizligini o'ylab, bunimizni tumbalari 10 ga 10 bo'lgan. Bu qismlari esa 4 ga 4 profildan bo'lgan. Bu o'rta qismlariga mana lazer yordamida naqsh tushirganmiz. Xo'p, bu to'yxonamizni stol-stullari Polni Metal Mart kompaniyamiz tomonidan bo'lgan. Stolimiz mana ko'rishingiz mumkin 30 dona tayyorlab bergan komplektga deb turib, usti mana aylanadigan bo'lgan. Undan tashqari stullari paxta gulli bo'lgan. U отдельный yana bitta restoran uchun qilingan. Anna restoranidamiz. Restoranning nomlarini, brendlarini yozib qilib berganmiz. Bundan 350 dona, bundan 730 dona, 770 dona. Общий 1200 taga yaqin stol sotganmiz. Bu yerda dekoratsiya bilan shug'ullanadigan aka-opalarimizga mana bu yerda ham отдельный dizayn qilib lazer yordamida chizib tayyorlab berganmiz. Buni boshqa ko'rinishda ham tayyorlab berish imkoniyatlari bor. Sizlarda tayyor dizaynlar bo'lsa, rasmlarni tashlasanglar, sizlarni restoraningizga qarab turib yasab bera olamiz. Undan tashqari bu yoqda teleshkamiz ham bor. Hozir ko'rsataman sizlarga. Общий teleshkalarni ham qilib berganmiz bu yerda. 10 dona teleshka kelgan restoran uchun. Bu faqat restoran uchun emas, kafelaringlar uchun ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda yana dekoratsiyachi aka-opalarimizga yana ko'rsatadigan narsamiz bor. Dekoratsiya bilan shug'ullanadigan aka-opalarimizga mana Nerjibeka mahsulotidan bu to'yxonamizga arka ham yasab berganmiz. Buni o'zi rangi silver bo'lganida gold apparatimizga olib kirib, goldda bo'yab, olib kelib uстановка qilganmiz. Undan tashqari bu yerda yana restoranlar uchun kerak bo'ladigan narsa, kelin-kuyovlar uchun tort kesiladigan teleshkamiz. Bunga ham mana restoran brendlarini tushirib, отдельный naqshlar bilan qilingan. Bu to'yxonamizda yana qo'shimcha xizmatlar bo'lgan. Ko'rib turganinglardek mana sveta muzikalar o'rnatgani. Undan tashqari lyustramizga ushlab turish uchun listdan ularni ham uстановка qilganmiz. Qo'shimcha xizmatlarimizni yana ko'rsataman, kelaverasizlar. Отдельный kabinka qilinadi restoranlarda. Uning uchun ham mana stol-stullarni paxta gulli stolimiz mana kabinkalarga ishlatishgan. Undan tashqari yana bitta restorani bor, Anna restoranini. U yerda foydalanishyapti. Qolganini mana stolini ham отдельный qilib berganmiz, mana silver rangda. Kafe, restoran bilan shug'ullanadigan aka-opalarimizga Metal Mart kompaniyamizga murojaat qilaverasizlar. Stol, dekoratsiya narsalaringlarni Nerjibeka mahsulotlaridan tayyorlab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Hozirda qurilish jarayoni ketayotgan bo'lsa, restoraninglarda hozirdan buyurtma berishingiz mumkin. Restoraninglarda ko'rkiga ko'rk qo'shadigan mahsulotlarni yetkazib beramiz. Quyidagi nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi.